urib tarbiyalab odam qilib bering, eti menga, suyagi sizga deb farzandini shogirdlikka berib ketadigan onalar bor. Nima qilsangiz ham qiling, odam qilib bering, bolam sizga o'xshasin deb yaxshi niyatlar qilib dizaynerlikka, shogirdlikka bizga topshirib ketishadi. To'g'ri, bizda fashion dizaynerlik kurslarimiz mavjud. Har oyni boshida qabul qilamiz. Lekin qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ming mehr berib o'qitmaylik, qattiq qo'l bo'lmaylik. Qizlarning xayoli yigitlarda, TikTok, Instagramda bo'lsa, biz hech nima qila olmaymiz. Urushib yo'lga solishimiz mumkin, lekin urib do'pposlay olmaymiz. Hozirgi qizlar juda nozik va mehnatdan yiroq bo'lib ketishgan. Men shogird bo'lgan vaqtlarimda ustozimni nazariga tushay, menga yaxshi bilim bersinlar deb atroflarida parvona bo'lardim. Supurish kerak bo'lsa supurib, pol artib, choy damlab, tunu kun uxlamay eskiz chizib, igna bilan quduq qazib, mijja qoqmay liboslar tikib chiqqanim yodimda. O'z hayollarimda men hozir o'zimni qiynab ishlasam, bardosh bilan, kuch bilan harakat qilsam, kelajakda eng birinchi raqamli dizayner bo'laman, mashhur bo'laman degan orzularim bo'lgan. Dunyo podiumlarida, Parij, Milan, Dubayda moda haftaliklarida ishtirok etaman degan niyatlarim bo'lgan. Qora ish qilish, oddiy ishlarni qilish menga hech qachon uyat bo'lmagan. Mijozlarimni etagini qayirish, kiyimlarni tikish men uchun doim ijod va san'at sanalgan. Binkofda ta'lim olgan davrlarim bu eng mashaqqatli va eng zavqli talabalik davrlarim edi. Biz imtihon arafasida oylab, haftalab uxlab